Nazokatxon qizimni, doktor qizimni uchratib shu kishiga davolanganimdan juda xursandman. Bu kishiga juda katta minnatdorchilik bildirgan keldim, chunki men o'tgan yili operatsiya qilib mani ancha tuzaldim. Hech ko'rmaganday bo'lib ketdim. Juda ko'p yillar qiynalib yurgandim. Mana ayollar hammalaringiz bilasizlar, meni yoshim 70 ga kiryapti. Anaqa yosh ko'rinasiz. Anaqa juda ham xursandligimdan yana kelib shu kishiga minnatdorchilik bildirishni xohladim. Ustozlari Komiljanovich Berdimurod Komiljanovich. Bu kishiga ham katta rahmat aytaman. Ustozlar bilan birga mana shunday kasbni egallab insonlarga yordam berganlaringiz uchun sizlarga juda katta minnatdorchilik bildiraman. Allohga shukr, beadad shukr. Mana shu sizni Alloh menga to'g'ri qildi va men kasalliklardan xorib bo'lib, juda yaxshi bo'lib ketdim. Rahmat hammalaringizga, sog'lik, tinchlik tilayman. Mana shunday ajoyib vrachlarimizni har doim Allohning o'zi qo'llab, sog' salomat bo'lib yurishlarini, oilaviy baxtli bo'lib, farzandlarning kamolini ko'rib yurishlarini nasiba ro'za aylashini Allohdan tilab qolaman. Sizga ham katta rahmat samimiy tilaklaringiz uchun.